Telefon kelib, telefonga nima yozilgan? Xo'sh, alo. Assalomu alaykum. Sizni e'loningiz qabul qilindi, arizangiz qabul qilindi. Maktabga kelib, direktor bilan uchrashib, Qabul o'tishingiz qildim. mumkin. Direktor xonasiga borishim kerak. Okey. Ukam xolim uxlayapti, mayli. Xo'sh. Boramiz. Agar nima bo'layotganini tushunmasanglar, bolalar, men yaqinga bitta e'lon ko'rib qolgandim. O'sha e'lon bo'yicha ishga kirgandim. Ya'ni ishim maktabga ustozlik qilish. Ozgina bo'lsa ham nima edi? Anonim bor. Nima edi? Menda tajribam bor. Ana shu mana shu yerda hamma narsa bor. Xo'sh, nima yozilgan? E'lon. Ish bor, bilimingiz bo'lsa, maktabda ustoz bo'lib ishlang, oyligini kelishamiz. Nomeri 243 maktab. Xo'sh. Ketdik, bo'lmasa o'sha maktabga qarab. Maktabim uncha uzoqda emas, prosta sal ko'proq yurishimizga to'g'ri keladi, sal-pal. Xo'sh, bo'lmasa mana shu yerdan to'g'riga qarab ketaversa, menimcha chiqadi. Bu tezlik bilan aniq tez yetib boraman. Prosta sal bo'lsa ham sekin demoqchi edim. Bir ikkita itbachchalarga. Xo'sh, assalomu alaykum. Gapiringlar. Balkim tushursiz-ku. Yetajur aytmaysiz, birat shuni. Короче, nima qilishim kerak? Odatda bizdan ko'rsangiz nima qilasiz? Hozir. Mana beraman mana. Mana hujjatim, pravam, bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana ish berib aylantiraman. Xo'sh, assalomu alaykum. Sizga ham bir ikkita hujjat kerak emasmi? Hazillashmang. Hozirlashmaymi? Sizlar ikkita uchta olib tashlaysizlar-ku hujjatlarni, ha? Hadi, mototsiklga yursam ham. Berursiz, olaveramiz, yoqalik. Birat tekshirib oldingizmi? Olavering. Rahmat, birat. Ketaveraymi? Ketavering. Bo'lmasa, birat sog' bo'lasizlar, men ketdim. Bolalar mashinadan to'g'ri ketsa, babishlar ushlandik. Qaysi palasamanligini bilmayman, lekin haydaveramiz. Bitta joydan hozir burilishimiz kerak mana shu yerdan sekin. Xo'sh. Ketdi. Mana yoqqa bitta bino bor, mana yoqqa bo'lsa bilmayman, bularni kim qo'yib ketdi? Mana yoqqa больница asosiy, mana yoq bo'lsa maktab. Mana yopamiz vashida, maktab eshigi ochiq turibdi. Xo'sh, endi bironta bitta xona topish kerak. Direktorning xonasini. Xo'sh, bu yoqqa o'zi kimdir bormi? Bu yangi xona menimcha. Xo'sh, bo'lmasa chapdagi xonani tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, va assalomu alaykum. Eshik taqiluvchi yo'q, ha? Hozir esimdan chiqib ketdi. Alo, taq. Kiravering. Kirban bo'ldim, mayli. Assalomu alaykum. Kenzo sizmisiz? Ha, Kenzoman. Bo'lmasa arizangiz tayyor. Prosta imzo qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Arizani o'zlaringiz bo'ldinglar. Bizga maktabimiz shunaqa tezda. Qarang, oylang kelishamiz degan ekansiz. Oylik qancha? Eng kami qancha? Oyligimiz eng kami 7 million. 7 million kelishamiz deganlar degan. Ishingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, o'shanga qarab biz ham ko'proq yoki kamroq beraveramiz. Okey, men hozir qo'l qo'ysam bo'ladimi? Xo'sh, qaysi kitob? Qaysi qo'l yozma? Xo'sh, bu yoqqa juda ham ko'pga. Ko'k rangli. 1 2 3 4 ta 5 ta bor bu yoqqa ochiq ko'k. Ikkinchi qatorga ikkita bor. Chap tomondagi. Bo'ldi, ana shunday emasmi? Oldim. Nima qilishim kerak? Nima qilasiz boshqa? Imzo qo'yasiz mana yoqqa. Nima Kenzo Jeri yozib qo'yibsizlar, o'sha men imzoyim. Biz bilmadik prosta. Kenzo Jeri yozib qo'yganmiz. Hozir qo'ysam bo'ldimi? Bo'ldi, bo'lmasa mana qaq qo'yay, joyiga qo'yib qo'ying. Okey. Ana qo'ydim. Endi nima qilay? Qarang, ikkinchi qavatdan chapdagi birinchi xona. Okey, o'sha yoqqa borib dars o'tiring. Nima dars? Ingliz tili. Okey. Bola ko'rdi. Eshik ochiq turursinmi? Mayli. Okey.
Bo'ldi, hozir boramiz. Ikkinchi qavat dedi. Ikkinchi qavat mana shu yerdan chiqiladi. Mana zina bor ekan. Ikkinchi qavat chapdan. Xo'sh, birinchi xona. Mana shu bo'lsa kerak. Xo'sh, ko'ramiz. U anaqa mashaqqat ekan. Qani. Hurmat, boshqa kishi yo'qmi? Assalomu alaykum. Birlariz tog'dan bo'lyapsizlar. Xo'sh, hammaga salom. Sizlar bilan men Kenzo va nima tanishtirib qo'yaman o'zimni. Buni kim qo'yib qo'ydi mana stollarga qo'yib qo'ymaysizlar. Sinf tartibli bilan shug'ullanmaysizlar. Uni nima bilan pichirlashyapsizlar? Pichirlashma. Menga qarab o'tir. Mana ularga o'xshab qara, o'ngga qarasam, chapga qarasam menga qarang. Bitta bala kelmadimi? Yo'q, qadam emas. Mana yoqqa bitta bala bo'sh turmaydi endi. Sizlar nima portib tepasiga chiqib olgansizlar? Apartament turibdi. Men gaplashuvdim. Короче, hammaga salom, sizlar bilan men Kenzo. Короче, men bugundan boshlab sizlarni yangi ingliz tili va matematika o'qituvchilaringizman. Mani va sizni sinf rahbarchisilar ham bo'laveradi. Nechadir yilga shu yerga ishlagan kelim. Asabni buzmasdan o'ynashma, maza qilib o'qish. Tushunding? Asabni buzmalaring hech qaysi, to'g'rimi? Tushunding? Bu gapirmaysizlar. Mana shu doskami? Ustoz nima o'xshab ko'rinadi? Gap qaytarma, qaysing gaplardan hozir qullog'ingni uzib olaman lekin. Bala, qaysing? Aytmaysan-a? Darsdan keyin ham men bilan shug'ullanamanlar. Okey, bu meni xonammi? Xonamish. Gapirma hech qaysing, bo'ldi. O'zim bilaman. Nima qilishimiz kerak bugun? Qanaqa mavzu? Bugunmi? Present simple. Qaysing aytding, o'zing boshqacha ekan va shu o'zing yo'qdi menga. Qaysing? Anami. Mana brat sizmi? Nima brat deyapman? O'z bachamdan ham kichkinasan, ukamdan ham kichkinasan kisa. Короче. Yana bitta gapir. Present simple. Chotki ekan shu. Shunga o'xshatsanglar bo'lmaydimi sizlar ham? Короче, bo'lmasa present simple'da o'tib beraman men sizlarga. Oldin ustozlar kim bo'lgan? Hamroyev. Qaysing aytding, o'zing o'sha malikaga chiqagan-ku. Mana men. Bilasizmi? Panda gapirishni ham bilmasa kerak. Короче, bugun biz sizlar bilan birgalikda pilvan qilib gapirib beraman, eslab o'tirasiz, lekin qoqishma, shunday daftaringga yozib qo'y. Insho aytaman, yozib ol, qarang. Present simple oddiy zaman bo'lib oddiy zaman bo'ladi. Tushundinglar? Yomg'ir ham yog'yapti, qarang. Present simple oddiy zaman, yasalishi oddiy, subject ya'ni ega qo'shilgan gaplar shunday tushunasizlar. Subject qo'shilgan, keyin ana verb nima bo'ladi? Verb 1 yoki verb s bilan keyin tushuntirib beraman, o'tgan bo'lsanglar ham kerak. Va xohlasanglar object qo'yinglar, xohlasanglar qo'ymanglar. Gap to'liq bo'lishi uchun object qo'yaveringlar. Qarchi bola, subject nima? Subject bu ega, men, sen, u, biz, qarchi mana shunaqalar. Verb bo'lsa fe'l, ya'ni mana nima qilib o'tiribdi, mana ikkalasi gaplashib o'tiribdi, mana ikkalasi pichirlashib o'tiribdi. O'shalar, to'g'rimi? Okay. Qarchi bola, tushundinglar? O'sha present simple o'tgan zaman yasalishi subject tushundinglar? Verb 1 yo verb 1 nima degan? Verb 1 bo'la, masalan, inglizcha gaplashmoqqa bilmayman-ku, lekin men yugurmoqda aytaman. Run bo'lsa bo'la, masalan, I run bo'ladi. Tushundinglar? Nima bo'ladi? Tarjimasi men yugurdim bo'ladi rashida. Короче, men yugurdim bo'lgandan keyin verb s nima? Verb s he, she, it, ya'ni he o'g'il bola uchun u, she qiz bola uchun u va it hayvon yoki bironta bir narsa uchun u. Tushundinglar? Xo'sh. Sen nimani chiqib ol? Tushmaysan? Otaning chaqiryapti. Xo'sh, короче, nima kelib qoluvdik? O'sha he, she, itlar uchun biz s qo'shamiz. Masalan, he run bo'ldik, I run bo'ldik, o'sha he runs bo'ladi. Tushundinglarmi faming? Bitta son o'zing chiqibdi-ku, boshqalar gapirsin. Endi bunisini ovoz chiqar. Qaysini ovoz chiqdi? Panda sanim. Mana. Nima bo'ya boshqa chiqarding? Izvation qilma lekin. Короче, o'qishni bildinglar, короче, tushundinglar hammalaringiz. Endi o'zlaringiz menga bittadan gap aytib chiqasizlar. Menimcha ana ular hammasini bilasizlar. Birinchi bo'lib jurnal bosdan boshlaymiz. Jurnal yo'q menga. Короче, 10 ga sanayman, gap tuzsalaring, tuzinglar, menga aytib berasizlar. Men ungacha mana yoqqa sanab o'tiraman ungacha. Tuzib bo'linglarmi, tuzishlar. Короче, birinchi bo'lib monondan yo'q boshlaymiz. Turqi menga yo'q mana shu. Gapingni ayt. Keyinchi? Keyinchi hozir otani chaqirtiraman hozir men.
Asabga o'ynashma bilan. Asab so'kib yuboraman hozir. Ayt. He? Speak. Qanaqa speak? He speak bo'lmaydi. Es qo'shiladi dedim-ki, masalan, he she'itga qaytar. He speak. Ana malades. Lekin o'rtadan chaqirman, qaytarmayman seni. Короче, Santus. Men o'z ingliz tilida zo'r o'qiganman. Nasihat qilma, to'zi. Bo'li. Zey. Yaxshi, zey. Zey. Zey, ikkinchi. Zey. Tezroq ayt. Speak. Bunikini aytma yana sen. Boshqacha ayt. Zey still ana bo'lar ekan-ku. Ular hali ham turib tarjimani ham yorib yubordi lekin. Endi sen ovozni kattalarga o'xshab chiqargan, meni ukamnikidan battar chiqargan. Ayt. Hey, normal ayt, odam qo'rqib ketadi-ku. Hey. Ikkinchi faqat higa tuzma, boshqachasiga ham tuz. It. Ustoz hidlamoq nima degan? Hidlamoqmi? Hidlamoq nima boshqasini ayt. Bo'lmasa o'tirmoq. O'tirmoq bo'lsa, turmoqda aytaman, stand bo'ladi. Bo'lmasa it stands. Ana malades. Kimga qarayapting? Pandaga. Panda sizlar bilan necha yildan beri o'qiydi? Biz nechinchi sinfmiz? 3 yil. Bo'ldi-da. Bo'ldi, deb baqirib tashamay. Xo'sh, panda ayt. Boya o'zing menga boshqa chiqaravering, mana ovozingga soni. He dema menga, boshqachasini ayt, mayli. Xo'sh. Ayda aytdan o'ziga aytdi. Yana qaysi bu? Biz nima degan biz? We ana bilakasan. We ikkinchi. Nima aytsam bo'ladi? Gap cho'zma, tezlashtir. We draw malades ana bo'lar ekan-ku. San. You, okay. You. Keyinchi open. Mana bo'lar ekan. Siz ayting, ismingiz kim? Lera. Uyga chiqarigi bilan hammasini ovozi yo'qmi, yo'q. Ustoz o'zi buni ovoz o'zgartirish ana unisi bor, qobiliyati bor. Qizbacha gapirur. Bo'lmasa ustoz qarang. Ayting endi yo'qmi, yo'q. Nima yana erkaknikiga chiqaramiz? Ki aytasiz, men bilmayman. Endi sen ayt, turqin sovuq. iPad blocks. Ana objectdan qo'ydi. Hech qaysini qo'ymagansiz. Aql bachavashi sen klassga qilib qo'yaman men. Xo'sh, hamma mavzu tushunarlimi? Unda tanaffus bo'lib chiqamang. Xo'sh, siz chiqmaysiz-ku, yomg'ir yog'ibdi. Sen gapirdingmi? Yo, ana gapir. Sen gapirding. Ya, o'tir, men surib yuborsam chiqaverasan. Men ketdim, короче. O'zlar hal qilasizlar. Tushundinglar? Men chiqaveraman, farqi yo'q. Bilya, bitta katta yarim soat tuzadi. Mana o'quvchilaringiz bitta press simple gapini tuzolmayapti. Siz direktor bo'lib, oldin ular ingliz tili bo'lgan ekansiz. Familiyangiz Hamroyev, to'g'rimi? Oldin ingliz tilida o'tkaz. Qanday o'tkazasiz? Press simple'ga bitta gap tuzishni bilmay. O'zingizlar bitta chotka qilib tuzib bering. Press simple'mi? Nima degani? Yo'qmi-yo, sizlar bilmaysizlarmi? Bitta men bilaman maktab bo'yicha. Ana o'quvchilaringiz ham bilib oldi. Siz o'zi qanaqa mavzular o'tkazasizlar? Ulayman. Mavzu o'tmagan ekansiz, bo'ldi, davay. Menga oliy sal ko'tarib berasiz, men zo'r o'qituvchi bo'laman vashi. Meni matematika o'tishim kerakmi? Yo'q, matematika 2 o'tasiz. 2-ya? Hozir o'taman, bilmaymanmi. Kara o'rgataman. Bitta. Hamma joyingga qisa o'tir. Joyingga deyapman. Mayli. Xo'sh, короче, endi mana uni olib tashlaymiz. Xafa bo'lmaysizlar. Prezident Simonni. Короче, bugun sizlar bilan biz kara o'tamiz. Siz kara o'tganmiz. Sen nima ayturasan kara deb? Men aytmadim. Kim aytdi? Men aytdim. Sen nima sen gapga qo'shiladigan bo'lsa, orqangga yozib, men Ronaldo fanatiman, Juventusga o'ynagan demoqchimisan? Mayli. Короче, kara bilay ekansan. Aytchi. Ayt. 1 kara 1 necha degan? 1 kara 1. 1 kara 1 necha? 3. Mana bilay ekansan kara. Bitta aytmaysan, men shuni bilaman. Ayt endi sen. 4 kara 8 necha degan? 4 kara 8. 4 kara 8.
36. Молодец. Вообще zo'r ekansizlar sizlar. Matematikada sizlar 100% chiqasizlar. Priz maktabga kirib ketasizlar xolisizlar. Ay, 2 kara 3 nima bo'ladi? 2 kara 3 6 bo'ladi. O молодец. Mana to'g'ri topdi. Ular to'g'ri topgandi. Xo'sh. Senga 0 kara 1 nechi bo'ladi? 0 kara 1 0 bo'ladi. Молодец, bilekasan. Sonya. O'zim normal qiladi. 1 kara 1, 1 kara 2 nechi bo'ladi? 1 kara 2 4 bo'ladi. Молодец, bilekasan. Xo'sh. Sengachi 6 kara 3. 6 kara 3 18. Молодец. Xo'sh, bular shunday aytmasa bolalar vashi xafa qoladi bular. Xo'sh, nechi? Masalan, 2 kara 3 nechi? 2 kara 3 7. To'g'ri. Ustoz bo'ya bular nima deyapsiz? Ana 2 kara 3 6 desam to'g'ri deyapsiz. Menga 7 desam to'g'ri deyapsiz. Sen qisib tur, sen ham katta bo'lib ustoz bo'lganingdan keyin bilasan bu ahvolni. Vallahi o'z bilan shunaqa nimasi bo'lmaydi, xafa bo'lib qoladi. Bu kara bilekansizlar, endi 3 ta sonni ko'paytirishni bilamiz. 1 ko'paygan 1. Hamma savol 1 ko'paygan 1. 1 da 3 darajasi. Ayt, daraja nima ekan? Daraja bilmaysan, Minecraft o'ynamaman. Chekka daraja degan narsa bo'ladi, bilmaysan. Mayli. 1 ko'paygan 1 nechi bo'ladi? 3. Kim aytdi? Sen aytding, молодец, вообще kachok ekansiz. 1 ball bunga 2 qator bo'lib o'ynaymiz, qaranglar. Sizlar 3 ta bola, bular 4 ta bola. Qani ko'ramiz kim yutar ekan. Hozir bu qatorga 1 ball, endi bu qator ikkalaringizga ikkala qatorga ham beraman. 2 ko'paygan 3 ko'paygan 1 nechi bo'ladi? Nechi? Shu ko'paygan 1. 2 ko'paygan. Pichirlamasdan tezroq aytinglar. 6. Kim aytdi? Bilasanmi? Молодец. Ronaldo fanati. Menga qara. Ronaldo fanati emassan desam bekorga. Bu balga ham, bu beqqa ham 1 ball. Ronaldo bo'lgancha yana 1 ball. 2-1. Xo'sh. Короче, hammalar savol, qiyin savol. Ronaldo yoki Messi? Ronaldo bo'ladi. Voy, hamma Ronaldo ekansizlar. Xo'sh, mayli. Ikkala qatorga ham 100 balldan beramiz. O'shaning uchun har doim Ronaldo bo'lish kerak. Bola, sizlarga ham savol, Ronaldo yoki Messi? Ustoz Ronaldo dedik-a, senga aytmayapman. Okay? Xo'sh. Короче, hamma xayr, sizlar bilan men Kenzo bo'ldim. Ertangi darsimizga ham qotilliklar degan narsa bo'lmaydi. Ustoz nima degani? Qotillik. Endi bizning davrimizga bo'lganda endi qotillik degan. Tushundinglar bola? Hamma xayr. Sizlar parta ustida o'tirishni o'rganib kelinglar. Hamma xayr, sizlar bilan Kenzo bo'ldi. Короче, sog' bo'linglar. Bola, bitta guruh ochamiz-da. Hammalar telefonlaringiz bor-a? Yo'q, ustoz bizning telefonimiz yo'q. Xo'sh. Sen isming kim edi? Ma'sum. Rayim. Bo'la, Rayim parpare deyman bugundan boshlab sen. Nomeringni ayt. Okay. Kenchi? Okay, bo'ldi. Rayim parpare. Sarpan qilindi. Короче, sinf sardori bugundan boshlab kim bo'ladi? Mana bola bo'lsa, mana shu yerda, lekin partiya o'tirishdan to'g'rilab kel. Sen xulqing bo'lmaysan, mayli. Mana ikkalasi juda chotki turibdi-da. Mana shu ikkalasidan bittasini qilamiz. Bola, ovoz beringlar. Yo bu. Rayim parpare yoki ismini tanimaydigan bolam. Qaysi sinf sardori bo'lish kerak? Ko'k kiyimli, ikkita ko'k kiyimli. Olimdagi bo'ldi mana shu bo'lsa, sen bugundan boshlab sinf sardorisan. Men nomerini menga yig'ib olib kelgin. Chunki men ungacha mana yoqqa uxlab turaman. Qolib ketmayman men. Mana yoqqa yotib turaman men parta ustida, chunki. Do'st, endi uxlayman. Nima? Nomerlar yig'ding? Bo'ldi, yig'gan bo'lsa, telefonimni saqlanib qilasan. Hammasi yoz. Okay, yoz. Kenzo, men ismim. Tamalar Telegram kanaliga o'ylayman, chiqib ketmalar hech qaysi, tushunding? Endi yo'lga bilan Telegram kanaliga ulab borish kerak. Xo'sh. Normal. Bular nechinchi sinfda? 6-sinfmida, 6-chi Bmi, mayli bo'ldi, A qilib qo'yamiz. 6-chi A bilan B qilib qo'yamiz, davaychi. Okay, men ham ketdim. Oylikda 29 kundan keyin olaman. Xo'sh. Uyga bizdan ketamiz. Xo'sh, okay, sahran qilib ketamiz va bo'ldi. Mana shu yoqqa milsalar bo'lish kerak. Tez ketayotganim yaxshi ham ko'rishmadi.
Yo, hamma salom. Yana bir bor hujjat ko'rsataymi? Yo'q, ko'rsatma. Ko'rsatsam nima qilasan boshqa? Siz gapirdingizmi? Yo'q, man. Hasan Husan kasala mayli. Qaranglar. Pasport ko'rsatish kerak, ha? Pasport ko'rsatmasa qancha urasizlar? 800 ming, 2 ball. Yo'q. Shu 800 ming hozirdan to'lab qo'ysa bo'lmaydimi? Men qochmoqchimisan? Yo'q, qochmoqchi emasman, prosta keyingi anavlarimga to'layman-da. Mos to'lab ket. To'lashmi? Bolalar, men o'zi ular bilan bir ikkita bir o'yinchalar o'ynab turaman-da, o'sha o'yinchalardan bittasi bor, xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh, qaq ketib qolding-a, uyim bu yoqqa bo'lsa. Mana yerda o'tiramiz, normal. Daraxtlar tiymasdan voy bilyapti. Xo'sh, okey, bo'lmasa buni bu yoqqa qo'yamiz. Xo'sh, qani edi mana ham Spark'im bo'lsa-da. Qo'shnimiz Spark bolalar. Juda zo'r, chiroyli qaranglar.